Eron, AQSh va Isroil kuchlari mamlakatdagi qariyb 10 ming tinch aholi punktlarini bombardimon qilganini va 11 kun oldin urush boshlanganidan beri 1300 dan ortiq tinch aholini o'ldirganini ma'lum qilgani sababli Tehronda portlashlar sodir bo'ldi. Isroil kuchlari Bayrut markazidagi binoni bombardimon qildi va katta zarar yetkazdi. Eron raketalari Tel Aviv va Isroil markazida sirenalarni ishga tushirgan bir kechada Hizbulloh va Isroil harbiylari o'zaro otishma o'tkazdi. Eronning qarshi hujumlari davom etmoqda. Kuvayt, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari so'nggi soatlarda raketa va dronlarni ushlaganliklari haqida xabar berishdi. Prezident Donald Tramp Hormuz bo'g'ozi orqali neft oqimi to'xtatilsa, jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqida ogohlantirgandan so'ng, AQSh harbiylari Eronning 16 ta faol bo'lmagan mina quyuvchi kemasini yo'q qilganini aytdi. Mintaqadagi eng so'nggi qurbonlar sonini bilish uchun bizning jonli kuzatuvchimizga tashrif buyuring.